Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Daryanov. Mana bugun biza Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Madaniyat mahallasi, Madaniyat ko'chasi 3-A uyga tashrif buyurdik. Bu yerda professional ustalarimiz o'z ishlarini yakunlabdilar. Shuni sizlarga hozir chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Qachonni ko'rib turibsizlar? Mendek qachon yurganmizlar? Ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada ko'rdik deb yozib qo'yinglar. Bu qachonimiz haqida ma'lumotni Quvonchbekning shaxsan o'zi beradi. Videoroliklarimizni oxirigacha ko'rib boringlar. Bu qachonimiz necha so'm bo'ldi? Ichandagi batareyalarimiz, qalaversa turbalarimiz necha so'm bo'ldi? Bu uyga do'stlar necha to'shka bo'ldi hamda necha so'm pul chiqqanini videorolikimiz oxirigacha ko'rsangizlar bilib olasizlar. Hozirdan bir layklarni bosib qo'yamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariyada o'z shaxsiy fikrlaringizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa birinchi bo'lib uyni egasidan shaxsiy fikrlarini olamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Avvalambor nechsiz? Jalomisiz? Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa yil bo'ldi beni gaz qilgandan. Beni gaz qilganda endi bir 7 yil bo'ldi. 7 yil bo'ldi, ha? 7 yildan beri peshaq o'tirasiz. Peshaq o'tirdik. Xudo xolasa ko'mir qatollarni o'tirdingiz endi. Endi ko'mir qatollarni o'tirdik, yana ustalarga ham rahmat. Yaxshi. Qizdimi o'zi? Uylar qizdi. Qizsin, kim aytadi rahmatni? Uylar qizdi, mazza. Qizdimi? Ajoyib. Teshkib ko'rdingizmi? Ko'rdim, men bilan aylanib. Ustalar ishlarini gapi akkuratni ishlaydilar hammasi. Joyida hamma narsa. Muomalasini o'zini tutishini. Usta bolalar gapi hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Rozimisiz ustalar? Ustalardan roziman, hammasidan. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Qo'llari dard ko'rmasin. Yaxshi kunlarda bizlar ham borib xizmat etadi shu yigitlarni. Obunachilarimiz agar yesa qiziqib qachonlarni bir qator ko'rsatib natib bilasizmi mahallangizdagi? Albatta kelaversin, bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Xorazm tilida aytganda u Shovot 19 deb aytiladi. Shovot 19. Prezident yanında ekan, to'g'rimi? Prezident yanında va Madaniyat mahallasi, Madaniyat ko'chasi 3-oyda yashaymiz shu yerda bizlar. Rahmat ustalarga. Ajoyib bo'ldi hamma narsa. Hamma narsa joyida, hamma narsa narsa. Muomalali hammasi. Hammasi uylarni qizishi yaxshi. Hammasini taxlab berdilar ustalar, rahmat. Hammasini. Quvonchbek esa salomlashingdan, xudo xolasa bu katalon haqida ma'lumotlarni berib o'ting. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bunkerli qatyolimiz 400 kvadratlik 4 zetli içinde rossiyskiy turbalardan 14 tanasi bor. Bu qatyolimizni afzallik jihatlari reduktorlari, motorlari güçlətib qo'yilgan. Hem shinaklar ham qalin shinakdan bo'lgan. O'zi 3'likliyiz. Bunda yine timerler ham düz ko'pmiz. Minutdan ham, sekunddan ham her 5 minutdan 9 sekunddan shinak itilab berib turadi ekan. Shuni düzib berdik. Qarangda Quvonchbek. Buni ochishlarıncha dum ekonomishni qatol ekan. Avvalgi qatollarimiz nisbatan ular bir oyda 60 kilo ko'mir yaqadan bo'lsa, bunda oshib borsa 30 kilo ko'mir yaqada keladi, to'g'rimi? Ha. Bu yerda no solinadi, bu yerda no bo'ladi. No sababdan bu narsasi qo'yilgan. Shu haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'ting. Bu bunkeri, bunun içinde 10 ta kömür bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 10 ta ko'mirni ko'rsating yaxshitib. Yana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek ko'mirni 10 tasi Shunda ozgina saladilar. Ko'miri quruq holatda bo'lishi kerak. Bo'lmasa, shinaka orasida ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha diqilib qoladi-da, izg'ar bo'lsa. Do'stlar, bu narsani borligi juda ham sizlarga foydali, chunki ko'mirni sotib olganingizdan keyin ko'mirimizning untolaridan ham sizlar foydalanib bilishlaringiz kerak. Chunki u sizning cho'ntagingizdagi mablag'ingizga, ya'ni pulingizga kelib turibdi. Shularni ham e'tibor berasiz degan umiddaman do'stlar. Bendan no solinadi, xudo xolasa. Keyin buningizning yana bir ajallik jihati, masalan, untasi yo'qolgan vaqtida ya unta yaqmaja bo'lsa, ya irilari chiqsa, ko'mir olgan vaqtida, bunda ham bir oz qo'yib berganmiz. Shuni ochadidan irilarini solaveradi, xudo xolasa. Irilarini solaveradi, buni oz o'chik tutdi. Yaksa qasdan yanadı. Teyindan zetleri bana ventilatorni ishlatdik, ana yanib başladı. Buni içini turbalar ham ko'p ekanda, may? Hava için turbalar ham bor. Prosta unta yaqqan vaqtda shu listlarni qo'yib yoqadi-da. Xudo xolasa do'stlar, buni bera o'zlaringiz kelsangizlar, batafsil ma'lumotlarni olib
neçik bo'lishini o'zingiz ko'rib ketishingiz mumkin. Ayrim uddaburon ustalarimizni ishlarini, polni hamma narsasini ko'rsatsak, o'sha ishning qachon yasab boshlabdilar. Ayrim ustalarimiz shuning uchun sekret qoldiramiz, chunki bu qachonni yasash do'stlar, doğrusunu aytganda memmellikka kirmasında hamma emas. Qachol bilan qachonlarning farqi bor. Keyin bu qachonimizda shaxsan o'zim qo'shimchalarni kiritganman. Svarchitning yanına borib. Yine bunda kul tushadigan nalari komplektida bo'lmaydi. Keyin buni unta yaqqan vaqtida ibenda lisi bo'ladi. Hozir bu ko'mir bo'lganlik sababli hozir ko'rinmay turibdi. 2 lisi bor. Rishot kesam unta yaqchaq vaqti lisini qo'yadi. Yo'q, iri ko'mir tepadan sajaq vaqti rishotkasi turadi. Keyin buni yana bir narsa bor. Qo'shimchasi bu moru tarafda kelishingiz mumkin. Moru tarafda yana moruni tozalash uchun, ispareniyasi chiqish uchun yana shunday zotib berganmiz yana. Morun tozalacak vaqti ibaqdan neturmiller, ish kapaqni shuni pes aladilar. Yuqorida yig'ilib turadi, shpoka olib qo'yiladi, chelak qo'yib. Bunda ispreyni aqadigan yerlar ham bor. Pestda zetni tozalaydigan yerlar ham bor. Morimiz yine 400 morimiz yine qizisham yine qo'lni pishirmaydi, endi podachini ushab bo'lmaydi. Sebep 4 zet bo'lgani uchun mor uncha qizmaydi. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz uchun shunda bor issiqlikni podachaga haydab beradi ekan. Hop, baxında esa ko'rib turganlaringiz uchun o'zini motorchiki bor ekan. Motorchiklarini ham ko'rsating keling. Buyoqda yana samotok kranniklari, buyoqda yana qo'shimcha nasozi. Hammaning bir xil aylantirajak bo'lsa, nasozni qo'shib beradi. Hammaning bir xil. Samotok kerak bo'lsa, nasozni nazorat qo'yadi, samotok krannikda aylanib turaveradi ajoyib bo'lib. Ina bu narsasi nomi? Bumi bu suv dökadi uni. Masalan, otoplarni suvni tozalajak bo'lsa, shu yerdan shlanka tiqib tozalaveradilar. Bemalol tozalab bo'ladi. Garantiyalarni berdingizmi? Garantiyalarni berdim. Polni 1 yil garantiya, 1 yildan suv oqsa, narsa shunday kelib zotib berkitamiz. Yine xudo xolasa. Sen endi qonunlarni ko'ramiz. Nechata o'tiribdilar, necha bo'pti. Hamma haqida batafsil ma'lumotlarni sizlarga berib boraveramiz. Qanasa ketdik do'stlar. Xudo xolasa, sizlar ham uylaringizga borganda shuni aytib chiroyli qilib ko'rsatib, taqdim qilib, ko'rsatib o'tish nasib ro'za aylasin. Uyni egasi ham o'zi plotnik usta ekan do'stlar. Agar plotnik usta qarab yurganlar bo'lsa, bemalol qachonni ko'rmakka kelganda kelib gaplashishingiz mumkin. Agar boshqa yerga ketib qolmasalar. Batareyamiz Akfadan ekan, Akfa batareya. Beri 15 tane qo'ydik. Eshik borlik sababli. Bular ham zamonaviy kranniklardan qo'ydik. Bunimiz 50 ga 80 bo'ladi. 500 ga 80 deb aytiladi. K1 modeli. Kranniklar bilan chiroylatib akkuratni ustanovka etib berasiz, to'g'rimi? Kranniklari rossiy krannik. Yerus degan firmaniki. Keyingi xonamizda. Keyingi xonamiz ibaq. Buyoq xudo xolasa toza kuxni bo'ladi. Kuxnya o'zi balkonda joylashgan. Nada? Tamburda joylashgan ekan do'stlar. Girganda moment tayyorlab, shuni podacha qilib qo'yaveradi dalani. Berim bunimiz 65 lik bu. 3 shabrasi bor. Ham где-то mundinasi 8, mundinasi 7 mini. Bunda xolosa bu nalarni turbalarni görünüşü boshqacha, nechik turba bu? Rossiyskiy, qozaqskiy. Bular emas, rossiyskiy. Qozaqning turbasi bor 32 lik, qolgani rossiyskiy. Xudo xolosa shu o'tirdingizlar. Shuni o'tirdik. Уже rasmiy do'stlar qizib boshladi. Bu dalan to'g'rimi? Bu dalan. Dalanga kirgan yerdan qo'yibsizlar bunda, to'g'rimi? Girgan yerga bera qo'ydik. Yine уже pishib boshladi vallahi. Yine zakonnatib o'tiribsizlar cho'tkadimi? Buyoq fontendan gapdi. Do'stlar, shu yerga ahamiyat berib qo'yinglar. Eshikdan kirgandan keyin ko'rishingiz mumkin. Turba qaqilib birmizlar. Turban tenni aslan o'qiritib fonten bilan o'tirib berganlar. Buyoqdan bormi? Buyoqdan bor. Bu zalmi endi? Bu zal.
Aha. Zalımızdan koyupsalar çıraylı qilib, ha? O. Jamincha toshka bo'ldi bu uy. Jami 14 batareya kotyolları bilan 16 tochka oldu. Общий 16 toshka bo'ldi. 16 tochka oldu. Milchopkalar ham neda, отдельный. Xudo xolasa oxirinacha ko'ringlar, oxirinda Keyin avundan ham qo'ydik. O, ikkini qo'ydingizlar. O. Oho. Bu yerda o'tirganlar pishqanmi bunda? Endi uyni egasi bir kotej, evvel kotej bo'lgan, shu kotej quvasini qurilgan. Nelari уже pishgan karish bo'lganligi sababli ham batareyasi jallo bo'ladi. Shuning uchun ikkidan qo'ydi ustida uyni egasi. Чтобы ertang qizbin qolmasin. Shu bir o'tirganda shu qaramayan boshqa atapini yeyadi. Shuni uyni egasi bilan kelishgan holda ikkini qo'ydik tam beri. Bir zalga ikkini. Bir Dalandan ikkini qo'ydingizlar. Dalandan ikkini qo'ydik. Oho, yaxshi ekan bunda. Qanasa, yuringlar bir qator ko'rsatib boraveramiz sizlar chiroyli qilib. Bu zaldan görüştü ötöreli şu botta. Bundan ham bir zali bor. Meni xudo xolasa. Yana yurtdoshlar, avval pesh yoqib o'tirgan ekanlar, peshni ko'rsatdim. Peshni. Ish pesh orqali o'ngishib o'tirganlar. Xudo xolasa o'chib turib shu sovuqdi bu. Endi bemalol issiqqan yerda hazzatib o'tirishlari mumkin. Bir adam 2 batareya qo'yibsizlar akvaryumni. Bir ham shundan qo'ydik. Oraya ham shundan qo'ydik. Meni do'stlar, birinchisi bunda, ikkinchisi bu yoqda edi. Kursining orqasida kursi qolib bermasin, bemalol yurishingiz mumkin. Meni birini o'zining masalan turbalari bor edi 32lik, hamda pastini hammasini ishlatib berganmiz. O'zlarining turbalarini ham o'zlarini ishlatib taxlab berdingizlar, tozalab. Yetmaganini o'zlarimizdan ko'rshdikda. Xudo xolasa, yine kranikları hamma bataryaları 2 kranik qo'yibsizlar, to'g'rimi? Ertaga yurgan oboyat esa boshqa esa kranikdan yazdırıp oladigan. Bataryani olib turib, teyni oboyni urib qo'ygandan keyin yana qistirib, qatirib qo'yaveradi, to'g'rimi? O'zi yozda xudo xolasa remont etaman deb tutdi. Shunda qiynalmayin deb qo'ydistirdi. Bu yerda televizor turadi ekan, televizorning yonidan o'rnatibdilar. Bu yoqdan kelgan shamolni bu yoqqa qizdirib beradi, to'g'rimi? Ham uyning ichini, xonani ichini tel qizdiradi. Kvadratini olib, shunga moslab qo'yibsizlar, to'g'rimi? Tel qizdiradi. Yana do'stlar, xudo xolasa sizlar ham uylaringizda gaz bo'lmaydigan bo'lsa, shundan ko'mirdan o'lindan yog'dan kotyollarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga telefon qiling va bog'laning. Aytsanızlar, professional ustalarımız barib, görüp, eldinden avanslarını alıp, uyingizga so'm pul ketadi, nechik bo'ladi, nechalar material kerak bo'ladi. Agar o'zingizda materiallarınız bo'lsa, $1,5 yaratib beradilar, $1,5 o'zlaridan aytgan uстановка qilib beradilar. Siz keyingi xona o'taveramiz. Bir nima ekan xudo xolasa. Bir Daftan gel. Proxodskiy hisobi. Почти. Bayağı chiqib ketadi o'n proxodskiy. Proxodskiy hisobida. Birimiz ham 15 qo'yib berdik. Zaxolni bo'lib, qurab solingan ekan buni. Quralgan. Patoloqlar uchun pes, oraqaga nisbatan. Keyin bak bonilarimizdan. Necha bo'ka qo'ydingiz? Bu 15 bo'ka bu. 15 bo'ka. Xonani ichi menimcha 4'e bir 6 bor o'xshaydi. 4'e 6, ha? 4'e 6 bor. Qani nani gösterdim ko'p? İbaq taraf bor. Qani ko'pni gösterdim. Bir kichkinasidan qo'yibsizlar, ha? Biz 5 yana. 5 yana qo'ydik. Bir ham nega qo'ydik? Boniga. Boniga. Yeng, kamerachi. Bak o'ting, bir chiroylatib ko'rsating buni. Yine do'stlar, professional ustalarimizning ishi shundan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin, döşlerini ko'rsating. Döşilgan, ichib bo'lgan, shulardan ko'rsinlar ustalarimiz. Yine ishini aytib, akkuratni aytib döşiladi do'stlar. Ayrim ustalarimiz bor endi aytgan bo'lmasin do'stlar, to'g'ri aytgan yaxshi, ish kafelni polni sindirib olib tashlaydi. Imon ham sindirib olib tashlaydi. Biz ham professional ustalarimiz sizdan kichkina aytib, turbasiga aytib, cho'tka deb döşep o'tirib qo'yibdilar. Kraniklari bilan birga yana issiqqana, emonda o'tirgandan, turgandan ham bani sifat uzatilgan ekan. Hojatxonalari bilan dim zo'r chiqibdi. Уже beram qiz turibdi do'stlar.
Kuxnyamiz o'zi gaz bo'lgani uchun itakam qizadi. Shundan ko'yib o'tdilar. Bu yoqdan bormi? Ha, bu yoqdan bor. Hozir hech kim yo'q bunga. Bu yoqda odam bor ekan. Bu yoqdan ham 2 batareyamiz bor. 2 oyna bor, 2 oynani tenda 2 batareyamiz bor. Keyin oxirgi batareyamiz yine shu. Birimiz yine 15 batareya qo'ydik. Bremenga bo'lganda ne davrasimi? Bremenga bo'lgan. Ha, Bremenga bo'lgan xonamiz. Bunda yana zapravочный kranniklari bor. Shu yerdan dolduradi. Mana shu T'dan doldurani aytib berganmiz. T'dan doldurgan sistema krannikni ochadi, to'g'ri sharshara suv qo'yadi, ilik qo'yaveradi. Endi xudo xolasa necha metr turba yetdi bu xonadonimizga? Bu xonadonimizga 130 metr turba yetdi, общий. Hammasi rossiyskiy turbalardan bo'ldi. Batareyamiz 175 bo'lganmi, shundan yetgan o'sha. Ha, 175 bo'lgan. Xudo xolasa qani necha so'm bo'ldi bu xonadonniki? Bu xonadonimizki, xudo xolasa hozir qarab beraylik. 40 million 968 ming so'm bo'ldi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz kacholni narxini qiziqib o'tirgan bo'lishlari mumkin. Necha so'mdan necha so'mgacha bor shunday kachollarimiz? Katyolimiz 200 kvadratdan 400 kvadratgacha bor. Hozir bu katyolimiz 400 kvadratlik. Bundan arzon katyollarimiz ham bor. Hech vaji yo'q. 13 million bo'ladi. Bu hozirgi kacholimizcha? Bu mana 15 million 500 ga berdik. Chiroyli qilib, ha. Bundan ham kattaroqlari bor, bundan ham zo'rroqlari bor do'stlar. Ular 16,5 million, 18,5 milliongacha boradi. Bir gap bilan aytganda 13 milliondan boshlanadi, 18 milliongacha boradi. Bemalol pastda turgan nomerlarga telefon qiling, o'zlaringizning xohlagan kachollaringizni chiroyli qilib professional ustalarimiz o'tkazib beradilar. Undan tashqari do'stlar, ayrim yurtdoshlarimiz yozibdi. Xorazmni Libo yerine chaqirsak, Libo yerine borib bilasizlarmi debdi. Xorazm oblastida bo'ylab istalgan yerni borib, ko'rib, o'lchab, oldindan avansini olib, keyin xudo xolasa no materialingiz bo'lsa, o'zingiz materiallaringiz, yaradon materiallaringiz bo'lsa, yaratib beramiz. Yaradon bo'lsa, o'zlarimizdan olib borib, chiroyli qilib, ustanovcha qilib beramiz. Ko'rib turganlaringiz materiallarimizni necha so'mligini, qaysisini olish kerakligini, hammasini haqida ustamiz o'zi aytadi. Bundan oling, bunisi yaxshi, bunisini. Chunki 1 yil garantiya beriladi do'stlar o'zlari. Yetang bir kun yaqindan suv ketsa, yaqindan suv ketadigan bo'lsa, 1 yilning ichida xizmat ko'rsatib beradilar. Nima deymiz? Bir gap bilan aytganda, bugungi videolarimizni yakunlab, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachalarini bosib, bu videorolikni do'stlar mahallasida gaz yo'q qarindosh urug'laringizga, opa-singillaringizga, do'stlar, birodarlaringizga jo'natib qo'yishni so'rab qolamiz do'stlar. Qisqacha reklama aziz yurtdoshlar. Endilikda siz sotiladigan kvartirangiz bormi yoki hovli joyingiz bormi, mototsikl, avtomobillaringiz bormi? Bemalol bizani YouTube kanallarimizda, Telegram kanallarimizda, Instagram kanallarimizda, TikTok kanallarimizda tezroq reklama qildirib sotishlaringiz mumkin. Agar o'z brendini tanitmoq yoki o'z biznesini rivojlantirmoq tadbirkorlar bo'lsam, chiroyli qilib videolarni olib, tez rivojlanishida va ko'p xaridor yig'ilishingizda yaqindan yordam beramiz. 99 508 1990 raqamlarına murojaat qilasizlar deb umid qilaman. Sog' bo'lasizlar.